kelin salom qiladi. Kelinni bekor shahardan qildingiz-da. Bizning sharoitda yashovlarmikin? Nima deysiz? Между прочим, men mana shu Любой qishloqda tug'ilgan qizingizdan yaxshiroq qila olaman hamma ishlarni. Nima ish qilish kerak? Davay ko'rsatinglar. Mayli, kelin. Faqat qo'shnilikka o'tib ketdingiz-da, bu yoqqa kelib gapiring. Mana shu davolmi? Xo'sh, kelin pasha ertalabdan turib qiladigan ishingiz sizga sog'ish bo'ladi. Begona qilishi mumkin. U yoq bu yoqni qashilab, suvini berib, yemini berib, voy, yaxshi odam tepmasdi-yu. Qaysi qozonda qilsam ekan? Kattasida qila qolaman, shirin chiqsa kerak. Oyijon, nimaga qozoningiz ikkita? Ikkitada bittasiga molga ovqat pishiramiz. Kattasidanmi, kichkinasidami? Kattasida-da. Yoqimli ishtaha. Mollaga somon beraymi? Men beraman. Zebo, u kichikadigan somon. Tanay o'rganmagan, tosh buyoqqa. Kuchi yetmaydi, bo'ylaydi bular. Rosta yetmas ekan. Oy, somon tashimayman, uling. Hamma yog'im qichib ketadi. Keliningiz zo'r raqsga tushar ekan-a? Fallakas ekan. Somon rosta qichtar ekan, lekin yana nima ish qilish kerak? To'g'lan katakka haydash kerak. Mana Biz bedog'ga. Ha, kelin, olov yoqib bo'ldingizmi? Ha, qilib bo'ldim mana. Kallan tiqmaslik kerak ekan. Qo'ying shu ishlaringizni. Umuman qo'lingizdan kelmas ekan. Zato men internetda ovqat zakaz qilishni bilaman. Chestimga tegmang. Mana masalan kecha ham qo'shnidan bir qop pul olib uy oldingiz-a, endi 2 barobar qilib qaytarishingiz kerak. Iskandar Bildingsi mezbon loyihasidan uy olganingizda 48 oyga bo'lib to'lasangiz bo'lardi. Hech kimdan qarzam bo'lmasdingiz. Ne unda menga vaqtliroq aytmadingiz shularni? Siz ham sigir tepishini vaqtliroq aytmaydingiz-ku? Battar bo'ling. Baraka toping, yaxshilab ezing. Hayot sizni qanaqa ezyapti? Ana shunaqa ezing. Men sizlarni ro'zg'oringizga to'g'ri kelmadim, uzr. Men shaharga ketmoqchiman. Yaxshi qolinglar. Oyi, xotinim qani ko'rmadingizmi? Ketdi ota-onasinikiga. Boshqa qiz topamiz. Oyjo, uzr, kechiring meni, qizishib ketdim. Men qolmoqchiman. Kechiramizda nima qilamiz boshqa? Rahmat. Unda molli qozonda qilingan ovqatni to'kiy birinchi bo'lib. To'xta!